Assalomu alaykum aziz yurtdoshlar. Xullas bugun Airfryer kotyolni tixot qilishga kelgandik. Bu yerda muammo yo'q edi. Расширительный bak havosiz qolib ketgan, ishlamay turgan. Shunga dam berdik. Полностью kotyolni prochistка qildik. Ko'rishingiz mumkin. Turbinani yechib tozaladik. Teplообменникni tozaladik. Горелкani tozaladik, свеча зажигания, ya'ni datchik ionizasiya ham shu. Buni ham tozaladik. Keyingi etapda kotyolni yoqsam, kotyolga juda ko'p gaz kelyapti. Bu kotyollar aksariyat hollarda qishki mavsumni ochgan payti gaz ko'payib ketib, kotyol shipka beradi. Buning uchun buni oldini olish uchun обязательно buni tagida turgan mana bu reduktorni regulirovka qilish kerak. Buning uchun o'zboshimchalik qilib bu sxemaga, ya'ni gazovый klapanga tushunmaydigan inson bo'lsa, bunga tegmagan ma'qul, o'zini spetsialisti to'g'irlashi kerak. Mana ko'rayotganlaringizdek, bu yerga 59 millibar kelyapti. Bu degani bu kotyol uchun juda ko'p. Ya'ni bu gazovый klapaniga keladigan normalniy gazni davleniyasi 20-30 millibar, shu atrofi 37 deb yozib qo'yibdi. Endi 40 millibar berib ko'rmadim. Men shu 20-30 ga to'g'irlab, 35 atrofi 40 ga bormaydi. Buni qanday qilib to'g'irlasa bo'ladi, hozir ko'rsataman. Mana bu yerda reduktorning qopqog'ini ichida nimasi bor? Regulirovkasi bor. Buni ichkariga burasa, ya'ni o'ng tarafga burasa, gazni ochadi. Mana ko'rishlaringiz mumkin. Mana ko'payyapti. Mana chapga burayapman. Soat strelkasi bo'ylab teskarisiga mana kamayapti. Ko'rayotganlaringizdek. Buni обязательно qishki mavsumdan oldin regulirovka qilish kerak. Hozir endi bo'laman. Mana 40 37. Bu reduktordan kelganda 35 larga to'g'rilab qo'yaylik. Buni 40 qo'ysa ham bo'ladi. Nimaga desa, keyin kotyol yongandan keyin statistikada kelib turgan gaz kamayadi. Kotyol tortish hisobiga.